Toyota Tundra komplektatsiyasida gibridlarning orasida TRD Pro'si bu eng off-road variant hisoblanadi. Hammaga assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Qadrdonlar, Toyota Tundra TRD Pro gibridlarimiz sotuvda 25 modellarimiz bor, 26 modellarimiz bor. Keling bir motor haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketamiz. Qadrdonlar, bu 3.4 twin turbo gibrid motor bo'ladi. V6 ot kuchi 437 ot kuchiga ega, 790 Nm. Endi hammaga qiziq joyi, qadrdonlar, benzin rasxodi. Endi benzin rasxodi gibrid bo'lgani uchun benzin bilan gibrid aralashmasini hisobiga 100 km ga 8 litr ko'rsatyapti, lekin 10 litrgacha yeydi. Bu endi baribir passajir o'rtasida yurasizlar, gaz berishiga bor. Keyin buni 0 dan 100 ga qo'zg'alishi 5-7 sekund bo'lyapti. 10 pog'onali avtomat korobka. Toyota Tundra Toyota avlodida pikaplarning ichida eng kattasi bo'ladi. Bu bilasizlar, Amerikan ringga chiqarilgan, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan Texas zavodidan keladi. Oldi ko'rinishlarini bitta ko'rsatib o'tib keting. Radar 360 gradus kamera, mana TRD, mana ledlarning turishini qarang. Keyin buni eng qiziq joyini aytaman. TRD Pro'da eng mukammalida bu endi yo'l tanlamas qilib qilingan tek qismlarda motor, korobka защитниklari, keyin ходовой bunda usulli bo'ladi. TRD Pro'ni mana ganchli diskasini bitta ko'rsatib keting, ajratib turadi. 25 ballon yo'l tanlamas ati ballon, gibrid ballon bo'ladi. Ham shahar ichida, ham shahar tashqarisi juda ham qo'l keladi. Ходовойni ham bitta ko'rsatib keting. Bunga eng katta mehr ходовойga berilgan. Xo'p, qadrdonlar, bizda sotuvda buni hamma ranglardan bor. Bu 25 kuzov bo'ladi. 26 kuzovlarni ham zakaz asosida to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga yetkazib beramiz. Mana ko'jalarni ko'rsatib o'tib keting. Mana armiyskiyni qilganini qarang. Kamuflaj ko'jada shunaqa chiroyli abduf abagrev, rul abagravlargacha bor. Xo'p, qadrdonlar, Pony adaptivniy cruise control, tepa tomlari panorama oyna bo'ladi. JBL akustika, qarang, hamma opsiyasi bor. Komfort, sport, off-road qanaqalargacha. Keyin bunda yana bitta narsasini ko'rsatib ketayman. Mana orqa differensialli blok bo'ladi. Buni off-roadchi aka-ukalarimiz yaxshi bilishadi. Xo'p, qadrdonlar, bizda kanatkalari ham bor, keyin amerikanistlari ham bor. Xo'p, qadrdonlar, ma'lumot o'rnida bizda buni hamma komplektatsiyasidan bor. Yana qaytarganimdek, bu 25 kuzov bo'ladi. Bizda sotuvda 26 kuzovlari ham buyurtma asosida to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga yetkazib beramiz. Limited, keyin bizda Sport bor, 1794 bor, keyin bizda mana TRD Pro'si bor. Xo'p, kelinglar bir ko'rsatib ketaman orqa ko'rinishlaricha boshqacha. Xo'p, fartkoplari turibdi, treylerga mana rozetkalar tashab ketilgan, projektorlarga, Pony elektropaket, bagaj hajmi 800 litr atrofida. Pony ichilarini ham ko'rsatib ketayim. Mana ichilaridan qo'shimcha rozetkalari bor. Xo'p, buni buksurovkasi, hammaga qiziq narsa buksurovkasi 5 tonnagacha tortadi. Umumiy og'irligi 3,5 tonnaga yaqin. Buni umumiy og'irligi, bu yana qaytarganimdek Toyota Tundra TRD Pro, bu off-road varianti bo'ladi. Gibrid, 3.4 gibrid bo'lgani uchun ham rastamoshkasi arzon chiqadi. Mana shu videoni tagida bojxona yo'l kiri yozib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar.